Qadrdonlar, hozir kelgan lokatsiyamiz sizlarga qiziq bo'lsa kerak. Toshkent tumani Navoiy kelganmiz. Arzon joy chiqib qoldi. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Narxini oxirida aytaman. Mahallani ko'ryapsizlar. Mahalla asfalt qilingan, hamma kommunikatsiyalari bor, gaz, suv, svet hammasi bor. Mana shu ko'rib turgan xonadoninglar sotuvga tushgan. Fasadi razmerimiz 9, uzunasiga 45 bo'lyapti. O'rtoqlar, sizlar bilan hozir birgalikda ichkariga kirib, ichkaridan birgalikda ko'ramiz. Bismillah deb xonadonimizga kirib kelamiz. Bu yoq tarafda mana kengina, kattagina yashil hududga ko'zingiz tushadigan bo'lsa, bu yoq tarafda ham o'zini zeleniy zonasiga ega darvozaxonadan kirib kelavish avtomobilimiz bemalol ketadi. Narxini taxmin qilib turinglar. Uyimiz bir yoq taraflamali qurilgan, tepalar navesli qilingan. Bu yoqda mana ko'ryapsizlar, tapchan kalavatlari bor. Xo'p, bu yoqdan birinchi bizning oshxonamiz boshlansa, oshxona juda ham bir chiroylikkina qilib qurilgan. Mebel texnikalari bilan bu yoqda mana mehmonxonamizni ko'radigan bo'lsak, mehmonxona orqali xonadan xonaga o'tilar ekan, uydan uyga to'g'riladi. Yana bitta kichkinagina bolalar uchun mo'ljallangan yotoqxona va ota-onalar uchun mo'ljallangan yotoqxona. Qo'limizdan bu yoq tarafini ko'ryapsizlar. Spanni, sanuzel, hojatxona bo'lyapti. Narxi $52,000. To'rt sotuv, to'rt xona, bitta oshxona, hammom, hojatxona. Bosib boradigan joyi, manzilimiz Toshkent tumani Navoiyda bo'lyapti o'rtoqlar.